Zinoni odat qilib olgan erkak. Senga bir savolim bor. Ilohiy zotga ishonasanmi? Yoki uning kitobidagi qonunlarigacha? U yerda zino qarzga o'xshaydi. Uni seni onang, ayoling, opa-singillaring yoki qizlaring to'laydi demaganmidi? Yoki sen ko'zingni nomahramlardan tiysang, senga tegishli ayollarni men o'zim himoyalayman demaganmidi? Shunday ekan, sen ilohiy zot borligiga ishonmaysan yoki uning kitobidagi qonunlariga ishonmaysan. Eng achinarlisi, senga tegishli ayollar, xotining, onang, opa-singling, qizlaringning hayoti sening nafsing oldida bir tiyin. Bu gaplarni eshitgan erkaklarda uzun oqlash programmasi uyg'onishi aniq. Ya'ni, ayol rozi bo'lmasa, erkak majburlanadi. To'g'ri, aynan sen zino qilayotgan ayol ham senga o'xshagan zinokorning ayoli, xotini, opa-singlisidir. Xulosa o'zingizdan. Zinoni odat qilib olgan erkak. Senga bir savolim bor. Ilohiy zotga ishonasanmi? Yoki uning kitobidagi qonunlarigacha? U yerda zino qarzga o'xshaydi. Uni seni onang, ayoling, opa-singillaring yoki qizlaring to'laydi demaganmidi? Yoki sen ko'zingni nomahramlardan tiysang, senga tegishli ayollarni men o'zim himoyalayman demaganmidi? Shunday ekan, sen ilohiy zot borligiga ishonmaysan yoki uning kitobidagi qonunlariga ishonmaysan. Eng achinarlisi, senga tegishli ayollar, xotining, onang, opa-singling, qizlaringning hayoti sening nafsing oldida bir tiyin. Bu gaplarni eshitgan erkaklarda uzun oqlash programmasi uyg'onishi aniq. Ya'ni, ayol rozi bo'lmasa, erkak majburlanadi. To'g'ri, aynan sen zino qilayotgan ayol ham senga o'xshagan zinokorning ayoli, xotini, opa-singlisidir. Xulosa o'zingizdan.